Azizlar, tahlikada yashash, assalomu alaykum. Tahlikada yashash o'limdan ortiqdir deb aytiladi. Tahlikada yashash nima deyiladi? Nima degani? Qachon kelar ekan? Qanday bo'lar ekan? Kim kelar ekan? Uyimga bir narsa qilmaymi ekan? Oila bola chaqamga bir narsa o'shanaqa vaproslar bo'yicha tahlikada yashash juda qiyin bo'ladi. Agar siz bu joylarda oldindan yashamagan yoki biror yil aylanib ko'rmagan, biror oy aylanib ko'rmagan bo'lsangiz, ayniqsa qishloqda umr tanimagan, hech tanimagan joyingizda keldingiz, uy oldingiz, yashayman deyapsiz. Ana u tahlikalar boshlanadi. Turli xil qo'shnilar, boshqalar hamma ko'zingizga yomon ko'ringanday bo'ladi. Sizga yomon qaraganday bo'ladi. Sizni yaxshi bilgancha qo'ni-qo'shnilaringiz bir hammasi bilan salomlashib qo'yganingizcha yomon o'ylashi mumkin. O'zingiz tilingizda gapirganingizni ko'rsa, bizni gapiryapti deb o'ylashi mumkin. Yana bir narsasi, siz olganingizdan keyin registratsiyaga qo'ygan kuningizdan 3 kun, 4 kundan keyin sizga 5 ta, 6 ta joydan birinchi uchastkovoy, keyin migratsionniy отдел keladi yoki reydlar bo'lib qoladigan bo'lsa, o областной, городской shunaqa migratsionniy отделga kommunalniy deydi-yu, shular jo'natadi boshida. Oila bilan tursangiz, men o'zim boshimdan o'tganini aytyapman sizlarga, shunga o'xshash ketaveradi. Siz toza migrant bo'lsangiz, tozasi bo'lsangiz, ana VNJS boshqasi bo'lmasa, toza patentdagini aytyapman. Ular har kelganda ularda ishi yo'q. Telefon nomeringiz bo'ladi. 1 soat, yarim soat yoki uyingizga yaqinlashib qolgan payt telefon qiladi. Falonchi deydi, men uyingga ketyapman. Uyingda bo'lib tur. 5 ta odam uyingda propiskada ekan. Hammasini ko'rib, rasmga olib ketishimiz kerak deydi. Ana keyin uzoqligingizga qarab rashotingizni olib aytasiz. Men hozir 1 soatdaman, falon joyda turibman deysiz. Oldin sal aldasa bo'lardi endi. Aldagan deganda to'g'ri ma'noda. Hozir esa sim kartalaringizni registratsiya qiladi. Telefoningizni registratsiya qiladi. Email registratsiya qilyapti-yu hozir. Registratsiya qilingan va sizni turgan joyingizni birinchi aniqlab, xullas hozir aldab ketaman deydigan nima yo'q-da. Men falon joyda turibman. Keyin falon paytda boraman deb bemalol aytishingiz kerak. Aldamang. Oldingi davrlar o'tib bo'ldi. Xudoga shukr, biz shunaqa paytlardan o'tib ketdik. Keyin bola chaqangiz uyingizga kelib tekshirishi, bola chaqangizni maktabga uspet qilmagan bo'lsangiz, nimaga yoshidagi maktabga bermadi, maktabga olmadi, boshqa deydigan narsangiz sizlarga hal qilib berishi mumkin. Bu yaxshi tarafi. Yo'qmasa nega senlar topshirib bermading? Yoki bolalarga qaraydigan organizatsiyaga aloqaga chiqadi. Dokumentingiz bo'lmaydigan bo'lib qolsa, chiqib ketadi, propiskasi tugay deb qoladigan bo'lsa, orada shu 2-3 marta nimadan dokument qilasanmi yo nima qilasan? So'rovlar birdaniga sizga qiynab qo'yishi mumkin. Birdaniga. Ya'ni sizga O'zbekistonda hech kim kelib, uyingizga kelib, men uchastkovoyingman yoki men faloningman deb aytmagan, tanimagan, bilmagan, umuman ishingiz bo'lmagan, militsiyaga ishi tushmagan odam birdaniga 4-5 marta proverka bo'lsa, odam tahlikaga solib qo'yishi mumkin. Yana qanday nimada kelar ekan? Kelib qolgan paytda uyda bo'lamanmi ekan? Uyda bo'lgan paytimda keladimi ekan degan o'ylar bo'lib qolishi mumkin. Chunki uyda yo'q edi, biz borganimizda, biz tekshirganimizda deb
qog'ozga qo'l qo'yib ketishi ham mumkin. Ikkita qo'shni chaqirib yoki ko'pchilik olib qo'yaman, keyin registratsiya qilib qo'yaman, keyin yashayman deydi. Yashayotgan uy bilan yashamayotgan uyning farqi bor. Bular sirazu uyni mo'ralab ko'radi. Kirishga haqqi bor. Keyin gazning, svetning oplatalarni bilishsa, u tez bilishi mumkin qilasiz va siz haqiqatan yashamayotganingizni, aldamayotganingizni biladi. Agar registratsiya qilsangiz. Agar olib qo'yib registratsiyani qilib, chunki olayotgan paytda registratsiya qilishingiz kerak-ku. Oform qilish uchun ham. O'sha narsalar paytida sizni qiynab qo'ymasin degan maqsadda aytyapman sizlar. Keyin men 2-3 ta oilani ko'rdim. Olib qo'ygan faqat propiska uchun olgan, registratsiya uchun olgan. Har militsiya tekshirgan paytda keladi. Har tekshirgan paytda keladi. Tushunyapsizlarmi? Uzoqda, shu Saratovda yashaydigan bo'lsa, qishloqqa bola chaqasi bilan qatnab, bugun tekshiruv bo'ladi desa, ertasi kungacha sovuq uyda pechkalar, gazlarni yoqib bir amallab hali otopleniyasini ishlamagan qo'shnimizni ko'rdik. Otopleniyasi ishlamayapti. Bolalari yosh, sovuqda bir kun, 2 kun yashadi. Chunki tekshiruv bor edi. U bizga aytmadi, lekin tekshiruv borligini bildik. Butun reyd bo'layotgan paytda 2-3 kun shunaqa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu taraflarini ham o'ylash kerak. Oldin kelding, qo'yding emas. Boshqa taraflarini ham rakurs orqali qarash kerak azizlar. Shunday gaplar azizlar. Biz konferensiyamiz bor bugun. Konferensiyaga kelinglar 11-korpusga dedi. Borib chapak chalib shu politika haqida gaplar bo'lar ekan, shularni eshitib kelasizlar dedi. Ketyapmiz. Saratov shunday joyki, peshkom aylanib, bemalol aylanib chiqasizda, sentr atroflari, korpuslar boshqalar. To'g'ri 20-25 vaqt ketadi, lekin aylanib chiqishingizga imkon bor.